Instagramda ba'zi aka-ukalarni ko'rib, bular oyda tug'ilganmikin deyman. Oydan tushgan bo'lsa kerak, yo Teplisida katta bo'lganmi bu bolalar deyman. Bir-biriga mehr oqibat shuni, yo ukasi rak bo'lsa kerak echaman, yaqinda o'lsa shuncha bo'lsa. Ilyos, men qarang, shunaqa mehr, akasi ukasiga ukamga deb turib yozuvlari bilan mashina podariga qilib, spetsialniy ukasi uchun-da. Men akam ham spetsialniy men uchun popon sovg'a qilgan mashetimga, popon deb urgan bu. Boshqalarga yo popon qo'yishni bilmayman deydi, ammo menga kelganda mana shu yerda tortish qonuni ham birga ishlaydi qo'li bilan. Bitta popon qo'yib boshni razvaladan chiqaraveradi. Kepka kiysangiz mana shu yerda zazor bilan turadigan qilib qo'yadi. Shunaqa mana sartaroshga kirganingizda ukam mana yerda chuqurcha bor ekan. Pitlaringizga qabrga olodingizmi deydi. Yo'q, aka beshikdacha ko'proq yotib qolganman. Qanday bu beshikdan? Sumaydi, mana shu yerga qoqib qo'yishganmi-ku, qanday qilib? Doktorga borib, "Doktor, miyam desa chayqalib qolibdimi?" desa, "Yo'q, chayqalmabdi, aylanib bilan ketibdi boshqa tarafga. Birinchi marta odamning peshonasida varikoz ko'ryapman" deydi. U tashindan bilaveradi. U mayli, undan oldingisi yomon edi. Aylanib turib, mana shu razvorot bilan masharimga quloq aralash tepuvdi. Oz qolgan masjid eshigini salapan ochib o'tiradigan bo'lib qoldi.